Assalomu alaykum. Xudo xolasa mana Farg'onaga olib kelgan mebelimiz. Shifonyerlarni ichini ochadigan bo'lsak, tepasida polka, ham yeshilka, oshmoshlar vakuumlik va o'rtasini ochadigan bo'lsak, o'rtasida polkalik va ichida seflari ham bor. Xo'p, bu tarafini ochadigan bo'lsak, bu tarafimizda yeshilkamiz bor va bitta polka qo'yilgan, tagida ham yeshilkalik. Materiali krashin MDFlik. Shifonyerni bu yoqqa joylashtirdik. Xo'p, bu xonamizga kichikroq ekan. Spanisi ikkita tumbuchkasi va tepada ko'rishingiz mumkin yodiy oynali qilingan. Material shunaqa mo'yshi, zo'r materialdan qilingan. Xo'p, atroflarigacha qilingan materiali. Keyin tagi ham sandalye bo'ladi, mexanizmlik. Buni ko'rsatamiz. Tagini ochganimizda ancha narsa kiradi ichiga. Tumbuchkalari. Xo'p. Endi bu tarafga trimolarni qo'yganmiz. Trimolari hali montaj qilinmagan ekan. Xo'p, oynalarimiz sensorli bo'ladi. Ustidan tortma, tepasiga bitta qo'shimcha tortma, oshimoshlari hammasi vakuumlik. Bu tarafini ochadigan bo'lsak, bu taraf polkalik, bu ham vakuumlik. Shu ramashka degan mebelimiz shu variant bo'ladi. Xudo xolasa, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Faqat pastlardan passiv o'tkalari bor, hali montaj qilinmaganligi uchun suqish imkoniyati bo'lmadi.